Qadrlik radio anglagıchlar. Bugünkü roman anlatış sayfamızda Seyingül Canishib xanım yazgan Köz Yeşidan Nemdelgen Zemin namlıq tarix əslimini oquşunu davamlaşdırırız. 61. yılı 1. ay kanikul mezgili. Men kanikulda uyga berib 10 gün turib qaytdim. O'quvchilar kanikul jarayonida maktab tashkiliga ayrim o'qish ustida o'tinish va talablarni yezib, o'z fikrini davomli bayon qilib turgan ekan. Lekin maktab tashkili bu fikrni rad qilib, zodi ayrim o'qish mumkin emas. Agar ayrim o'qishni talab qildigansizlar, sizlarga o'qish yo'q. Maktabdan ketsizlar. O'qiymiz deydigansizlar, birlashib o'qiysizlar. Bu yuqorining maktab tashkilotining buyrug'i deb uqtiribdi. O'quvchilar qanday qilish kerak? Ketish kerakmi yoki birlashib o'qish kerakmi degan masala ustida muzokiralashib, talash tartishdan keyin ketish kerak emas, tetish kerak. Bizlar ketmaymiz, bularga endi tetimiz degan qarorga keldik. Lekin o'qish boshlashdan bir necha kun burun mudiriyat ishxonasidagi planlar ustida o'qituvchimiz Abdushukur bizning qaror boshlig'i Ahmad To'xtaga xabar yetkazibdi. Mudiriyat ishxonasidagilarning agar 22 fevral butun o'quvchilar o'qish boshlamaydigan bo'lsa, butun maktabdagi o'quvchilarni yig'ib, maktab bo'yicha cho'ng yig'in ochib, yig'inda 3 o'quvchining dilosini o'qib, ularni qo'lga elib, qolganlarga majburiy o'qish boshlashni o'tirib qo'ymoqchi bo'lganligini debdi. Bu ahvolni anglagan o'qituvchi bizga sizlarning bu qilgan harakatinglarmi yetarli bo'ldi. Endi o'qish boshlanglar. Bu harakatinglar butun Xinjiang xalqi uchun zo'r ilhom bo'ldi. Ham ta'sirmi cho'ng bo'ldi. Bu Xinjiang tarixidami kichik hisoblanmaydi, deb o'z maslahatini yetkazib qo'yibdi. Biz bu ahvolni anglagandan keyin o'ylanib ko'rib, o'qish boshlashni qaror qildik. Ham o'qish boshladik. Bizning Xanzu o'quvchilar bilan birga o'qishimiz ularni intayin xushal qildi. Oramizdagi ba'zi maydoni bo'sh o'quvchilar bu ahvoldan cho'chib, bizning ishimiz xato o'xshaydi. Keyin bu ishdan bir chatoq chiqmasin degan o'y bilan qarshi tarafdagilarga iltimos yezib, o'z xatoliklari uchun kechirim so'rab, ular tarafga o'tishni iltimos qildi. Hamda u tarafga o'tib olib, bizning oramizdagi ba'zi narsalar ustida maktab tashkiliga inkos qilishdi. Ikki taraf o'tirishga ziddiyat va qarama-qarshiliklar uzluksiz davom qilib keldi. 1960 va 1961 yillarda butun Xinjiang bo'yicha ocharchilik ofati yuz berdi. Ko'plagan gongshila va Bay naisi davlatga oshliq topshirish vaqtida belgilangan normani topshirib bo'lmay, xalq yeydigan zapas oshliq, hatto urug'liq oshliqning hammasini hukumatga o'tkazib etib, shu yili butun noydagi va nurg'un gongshilodagi xalqlar ocharchilikdan o'lib ketgan. Bu oshliqlarning hammasi kech-kunduz to'xtamay poyezd orqali ichkari o'lkalarga to'shilib, Xinjiang xalqiga yeydigan oshliq yo'q. Xinjiangda ocharchilik yuz berdi. Nurg'un xalq bir parcha nonga zor bo'lib o'lib ketdi. Malika shu yili Kalkundan qaytganda G'o'ji shahrining o'zida Xinjiang xalqini 12 yil ta'minlaydigan oshliq elindi deb G'o'ji gazetiga yozib chiqdi. Bir G'o'ji tuprog'idan shuncha oshliq chiqsa, Xinjiangning boshqa yerlaridan chiqqan oshliqlarni qo'shganda oz oshliq chiqamdi. Lekin Xinjiang xalqi bo'lsa, ocharchilikda o'lyotidi. Bu qanday gap? Xinjiang o'lkasi ichkari o'lkalardagi nurg'un kambag'al Xitoy xalqini oshliq, go'sht, yog', chorva mol, xom ashyo materiallari,
va yer osti boyliqlari, hatto o'g'it, tuz bilan ta'minlab, oxiri Sharqiy Turkiston o'zi nomratlashib qoldi, dedi. Bu masala hammamizning ko'nglidagi bir cho'ng to'qinish edi. Sharqiy Turkiston xalqining kelajagini o'ylab bosh qotirgan bizning odamlarimiz bo'lsa, Xitoy hukumatining ko'zini bo'yab jon boqatdi. Hukumat ularga oliy darajali kadrlar deb nom berib, eng yaxshi ta'minot fursati bergachga, ularning kallasi ishlamas, ko'zi ko'rmas, qulog'i anglamas bo'lib qoldi. Shuning bilan ular haykal boshliq bo'lib turaverdi. Bütün amaliy huquq bo'lsa Xitoyning qo'liga o'tdi. Rahbarlarimiz bundoq ahvolda tursa, Sharqiy Turkiston xalqining kelgusi uchun so'z qilish mumkin bo'lamdi. Biz o'quvchilar kech-kunduz bu haqda so'zlab qaynab ketamiz. Ammo bizning qo'limizdan nima kelsin deysiz? Biz doktorxonalarda kasal ko'rishda ocharchilikdan ishiq va jigar kesili bilan ham qo'rsoq ochliqqa chidamay yavoyi o't cho'plarni yeb, zaharlanib kelgan og'riqlarga yordam qilib qutuldiramay, o'z qo'limizda jon berganda, o'zimiz ham tang o'lgandek, ruhiy besim ostida og'rib qoldik. Birinci iyun. Aydın kecha. Bütün etraf yup-yoruq, shundoq chiroyli ko'rinadi. Maktabdagi bütün binolar mehribonlik bilan kulib boqqandek, dal daraxtlar yozning yumshoq shamolda bizni erkalatgandek langshib, yo'pirmoqlari bizga shivirlagandek shildirlab turardi. Yozning salqin shamoli yuzimni silab erkalatgandek bo'lib, yumshoq sochlarimni uchirib turardi. Oh, nima degan chiroyli tabiat, dedim men o'z-o'zimga. Ham yotoqqa kirmay, mushu saf havoda sirtda bir oz o'ltiraychu deb o'ylab, yotoq binosining oldidagi yo'l chetidagi seminutga kelib o'ltirdim. Tabiatning go'zalligidan huzurlanib, o'zimni shuncha rohat his qilardim. Muzokaradan qaytgandan keyin Ablaز bilan Ablakim meni ko'rib, "Hoy, siz bu yerda ekansiz-ku?" deb yanimga kelib o'ltirishdi. Ularning orqasidan Malikim kelib o'ltirdi. Biz bir oz chaqchaq qilib kulishib o'ltirgandan keyin Ablakim bugungi Xanzu bolalar bilan bo'lgan to'qinishlar ustida xafa bo'lib so'zlab ketdi. Malikim bugun Qarmaydan kelgan bir og'ir kishi bilan tanishib qolganligini, u kishidan Qarmaydagi xalq turmushining og'irligini, Xanzular bilan milliylar o'tirisidagi yuz bergan to'qinish ustida so'zlab berganligini aytdi. Shuning bilan biz yana shu turmushdagi nohaqchilik, milliy tangpungsizlik, milliy kamsitishlar ustida talash tortish qilib parangga tushib ketdik. Mushu nimalardan qutuladigan kunmi bularmidinglar? dedi Malika. Uning so'zidan keyin menmu necha vaqtdan beri o'ylab yurgan fikr-xiyollarimni ularga aytmoqchi bo'ldim. Qaranglar do'stlar, buning uchun faqat bir yo'l bor. Milliy mustaqillikni qo'lga olganda, ondan keyin biz bu xo'rlikdan qutula olamiz. Buningdan boshqa amal yo'q, dedim. Ras, buningdan boshqa amal yo'q, dedi Malika. Malika birisi anglab qolmasin deb atrofga qarab, bizga yaqin kelib bo'sh ovoz bilan: "Uch viloyat inqilobi g'alaba qilgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi-ya?" dedi jiddiy qiyofatda. Vatan o'zimizning, hokimiyat o'zimizning bo'lib, bu haqlarni ko'rmagan bo'lardik. Darslarni o'z tilimizda o'tgan bo'ladi.
Malika bu so'zni davatqanda dadamning menga aytib bergan so'zi yodimga keldi. Dadam menga deb bergan. Milliy armiyalar Manas ko'riga kelganda Urumchidagi va butun Shinjongdagi gomindonchilar bilan barliq xanzular qochib ketib, hatto gomindonga yaqin deb gumon qilgan milliylarni qamagan ekan. Xitoy armiyasi bilan Xitoylar ketib, Xitoy kommunistlar kelmagan bu orliqda xalq milliy armiya keladi deb har kuni degidek qarshi elish murosimi bilan kutib turganda, milliy armiyaning o'rniga pilot, tanklar bilan to'liq qurollangan harbiy kiyimlar bilan og'izlariga maska taqagan Xitoy kommunistlari yetib keldi. Xalq qaymoqib, bu nima gap bo'lib ketdi? Biz milliy armiyani kutsak, Xitoy armiyasi keldi-ku. Bu qandoq bo'lgani? deyishib ketgan. Ba'zilar milliy armiya deganimiz hammasi Xitoyga o'xshaydi-ku desa, yana ba'zilar og'zi burniga qurt tushib ketgan odamlarmi nima bu? deb hayron bo'lishgan. Bularning Xitoy kommunist ekanligini anglagan kishilar bir Xitoydan qutulib, yana bir Xitoyga tutildikmi nima? deb yig'lashgan. Milliy armiya o'rniga kommunist Xitoylar keldi. Hammamizning kutgan umidlarimiz yo'q bo'ldi. Biz kutgan milliy armiyamiz Manas ko'rigida 4 yil midir qilmay yotdi, dedi dadam. Men dadamdan, nima uchun kelmadi? Nima uchun milliy armiya u yerga yetib qoldi? deb so'rganimda dadam, milliy armiyaning bosh qo'mondonlari O'rusning odamlari bo'lib, Sovet hukumatining buyrug'i bo'yicha ish elib berilgan. O'rus Xitoy kommunistlari Sharqiy Turkistonga kirguncha milliy armiyani Manas ko'rigida tutib turdi, deb tushundirdi. Men qoyil bo'lmasdan yana dadamdan so'rdim. Nima uchun O'ruslar Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishi qarshi chiqadi? Ularning Shinjongda nima ishi bor? Nima uchun aralashadi? Dunyoda siri oshlari bo'lmagan ishlar ko'p. Shuni bilginki, har kim o'zi uchun ishlaydi. Sen uchun qayg'urib, sen uchun ishlaydigan odam yo'q. Har kim o'z g'amini o'zi yeyish kerak. Boshqalar kelib bizni ozod qildigan deb kutma. O'z o'rningda o'zing tik dasab tur. Birarsi kelib qo'limni tortib turg'izarmikin deb kutsang, oyoq asıl dasalib chayinib qolasan, deb savrchanlik bilan tushundirgan dadam. Ular mening so'zimni shunchalik diqqat bilan angladiki, hatto men so'zimni tugatib ular qarasam, ular meni xuddi yana nima derkin degandek ko'zimga qarab qoldi. Orliqni xeligacha jimjitlik bosdi. Oxiri bir nuqtaga tikilib o'ltirgan Ablis so'z boshladi. Viloyat inqilobi mushundoq yo'llar bilan yo'q chiqqan ekanda, asli mundaqdan. Bizning xalq bek yuvosh, oq ko'ngil bo'lganlikdan o'z qo'ldagi huquqni boshqalarga tatqizib qo'ygan. Agarda bu inqilobda rahbarlar va komandirlar o'z odamlarimizdan bo'lgan bo'lsa, ozodlikqa tashna bo'lib turgan xalq cho'qim g'alaba qilmay qolmaydi. Mustaqil bo'lishning eng yaxshi fursati qo'ldan ketib qopti, dedi Malika bosh langishtirib turib. Ikinchi ahvol. Endi undaq fursatning kamligi tas. Dushmanimiz bizdan kuchlik ham cho'ng. Endi ko'p qon to'kmay ozodlikni qo'lga keltirgil bo'lmaydi, dedi Ablekim. Ablikimning so'zini quvvatlab, hozir xalq ichida undaq ozodlik deb intilish yo'q. Chunki hukumat sotsializm, kommunizm deb xalqning beshini aylantiribdi. Xalqning ozodlik degan intilishini
Gomindangdan azod qildik deb azodliqqa bo'lgan tashnaligini bosdi. Xalq hozir xotirjam uxlab yetibdi. Eng oldi bilan xalqni uyg'otish kerak, dedi. Rost, xalqni uyg'otish bekmi muhim. Ular sotsializmga qarshi turish Alloh oldida gunoh bo'ladi deb sotsializmga qarshi chiqishdan shunda qo'rqadi. Xalq kommunizmga borganda qiyinchilik tugab, rahat chiqamiz degan umid bilan har qanday qiyinchilikka chidab kommunizmni kutib o'tiryotdi, dedim. Hammamiz kuldik. Rost, bular taktikada ustunlik ishlatdi, deyishdi. Bular shunday qilib bizni yeb tugdi. Xalqni uyg'otish kerak. Xalqni qanday qilganda uyg'ota olamiz? Sotsializm, kommunizm deganlarning qurol ekanligini xalqqa uqtirish, tushuntirish kerak, dedi Malika. Parangimiz borgan sari qizib ketyotdi. Paranglashgan sari bir-birimizning yangi o'y fikrlarini anglab, har bir yangi o'y fikrlarni o'tirib qo'yganda xo'shalligimizdan texmo astoydil ish qilish irodamiz chingib ketdi. Bular xalqni sotsializm, kommunizmni yolg'ondan maqtab, har turli yo'llar bilan tashviq qilib, ishontirib kelgan bo'lsa, endi bizlarmi xalqqa haqiqatni tushuntirishimiz kerak. Xitoy hukumati bak taktika bilan ish qildi. Hokimiyat ustida ozroq vazifasi borlarni oliy darajali kadrlar deb oliy darajali ta'minlash bilan ularning og'zini yog'lab oldi. Odatdagi o'qigan kadrlarni o'z turmushiga yetarli ta'minot bilan ta'minlab, maqtab, yolg'ondan qo'liga huquq bergan qilib, haykal o'rinda o'ltirg'izib aldab keldi. Ishchi kadrlarni bo'lsa, kommunizmdagi yolg'on baxtli turmushlar bilan ularning mingisini qatirib keldi. Shuning bilan Xitoy hokimiyat beshida. Bütün huquq Xitoyning qo'lida. Sharqiy Turkistonning boyligi ichkari o'lkalarga sudek eqib ketib bordi. Shuncha boy tuproqning egisi namratlikda qelyotdi. Xalqqa haqiqatni tushuntirib, tashviq qilish uchun ko'p kuch, ko'p odam va iqtisod kerak. Tashviqotni har shahar, har o'rin, har sohaga ilib borgandilar, ondan natijaga erishish mumkin, dedim men. Bu so'zimdan keyin Oblis biroz o'ylanib qolgandek. Hozir biroz bo'ldir. Vaqti kelganda ondan ish boshlasak bo'larmikin? deyishiga Oblikim uning so'zini bo'ldi. Vaqti kelsin? Qachon vaqt keldi? Bu Xitoylar Shinjongga sudak eqib kelsa, keyin bir odamga 100 yoki 1000 Xitoy to'g'ri kelsa, u chaqda bir odam 100 yoki 1000 odamni yo'qota olamdi, deb qizib ketdi. To'xtanglar. Bundaq bizga o'xshash o'ylaydigan odamlarni yo'qtamizlar? Biz bo'lsak, yosh o'quvchilar, biz dahi hech narsa bilmaymiz. Beshimizdan hech qanday ishlar o'tmadi. Ko'rganimiz oz, bilganimizmi oz. Yashaganimizmi oz. Ko'pni ko'rgan, ko'pni bilgan odamlar bu haqda o'ylamaymi o'ltirmagandi? Balki ishlayotgandi. Biz shularni izzat tepib, shular bilan birlikda ishlasak deb o'ylayman, deb ularga uzundan beri o'ylab yurgan fikrimni aytib. Agar ularni topsak, men birinchi bo'lib ular bilan birga ishlaydim, dedim. Mening so'zim tugamasdan, men birga ishlaydim, deb Malika Myuranni tutdi. Menmi? Oblekim bilan Oblizmi orqadan qo'shildi. Biz to'rtimiz bir-birimizga bakmu yaqin qarindoshlardek bo'lib, bir-birimizga bo'lgan do'stlik mehrimiz texmu cho'nqurlashgandek bilindi. Shundan keyin biz agar
shundoq kishilar yoki tashkilotlarni topsaq, bir-birimizga xabar qilib, tunishtiradiganligimizga kelishdik. Va yozliq konkolda izlanib ko'rmoqchi bo'ldik. Biz maktabga kirgan kundan boshlab yaqin do'st bo'lib keldik. Bugungi o'rtaq fikrimiz bizni texmo yaqin do'stlardan qildi. Qadrli radio do'stlar, bu nodir tarixiy aslimning davomini keyingi qatim davomli anlatamiz. Diqqatli bo'lganinglar uchun ko'p rahmat. Xayr xo'sh, kelarki qatim ko'rishaylik.